Endi qarang, men har doim mijozga ketaman. Advokat fokusnik emas-da. Kuf degan hamma narsani tap etib teskasiga o'girib qo'yadigan. Siz jinoyat qilganingiz fakt. To'g'rimi? Siz geroin bilan tushganingiz fakt. Ya'ni geroin demaylik, giyohvandlik moddasi gashish. Fakt. Tushganingiz fakt, sizdan olingani fakt. Hammasi fakt. Uni hech narsa inkor qilib bo'lmaydi u narsani. Men nima bo'lgan taqdirda ham. Lekin amaliyotda shunaqa narsa bo'lib qoladi. Boyaga aytganimdek, sizni yoningizda aniqlangan narsa, deylik, misol uchun Jinoyat kodeksining 276-moddasini beradi, birinchi qismini. Lekin amaliyotda shunaqa bo'lib qoladi, tergovchilar tomonidan Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan malakalab yuborishadi. Ya'ni bu og'ir yoki o'ta og'ir turdagi jinoyatga o'tib ketib qoladi. Lekin aslida siz qilgan harakatingiz ijtimoiy xavf katta bo'lmagan jinoyatlar turkumiga kiradigan jinoyat bo'ladi. Shunaqa holat bo'lib qolgan paytida ana o'sha buzilgan huquqingizni himoya qiladi. Sizni oqlab olmaydi advokat. Sizga nisbatan qo'llanishi kerak bo'lgan, aslida to'g'ri qo'llanishi kerak bo'lgan, to'g'ri qilinishiga ayb e'lon qilinishi bo'lgan holatda, tergovchi tomonidan og'irlashtirilgan holatda buzilgan huquqingizni himoya qiladi. Yoki yana keyingi holatida bo'lishi mumkin bo'lgan holatlari bor. Tergovchi yoki tergovchi tomonidan yoki surishtiruvchi tomonidan sizni haqiqatan jinoyatga bo'lmagan, aloqador bo'lmagan holatingizga ayb e'lon qilib chiqarishi mumkin. Ana o'shanaqa holatda sizni oqlashi mumkin. Bo'lgan amaliyotimiz misol uchun bo'lmagan emas. Oqlaganmiz odamlarni ham, bor oqlov qilganlarimiz ham.